Hyundai Porter 2 avtomobilimiz 2016-yil 168 ming kilometr yurgan, yoqilg'i dizel. Mashinamiz narxi 9 million 300 ming won. To'g'ri qimmat deyishlar mumkin, lekin mashinaga kraska tegmagan, toza kraskasi. Xo'sh, bundan arzonlari kerak bo'lsa, topib beramiz bemalol. Buni storage qimmatroq, lekin holatiga yarasha. Eshigi ham yopiq ekan. Bunisi avtomat ko'rib ekan. Black boxlari bor. Shunaqangi yukxona, yuk mashinalari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Sirop, Porter, Bongo. Bu yerda orqasida ham Bongo 3 bor ekan. Buni danillar kerak bo'lsa, nomerni aytsanglar. Buni ham danillarni tashlab beraman. Bular juda qimmatroq, 9 million 10 million atrofida ekan. Araba aytadigan akalarimiz uchun arzongina 5-6 millionlik Porter Bongolari ham topsak bo'ladi. Mashina simidan Suwon shahridamiz, bemalol aloqaga chiqib bog'lansanglar, topib beramiz. Torus sezon, piyoz sezon boshlandi. Shunaqangi yuk mashinalar kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Topib beramiz. Xudo xolasa, mexanik korobkami, avtomat korobkami, ikkita kabinkalimi, bitta kabinkalimi farqi yo'q. To'rala baland tortadi, ikkita baland tortadi. Hammasini topib beramiz. Anaqangi 5 tonnali, 2,5, 3 tonnali mashinalar ham bor. Hammasini topib beramiz, xudo xolasa. Mashina sirop aytaverasizlar.